Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi Eron dronlari mamlakat hududiga qulaganini ma'lum qildi. Vazirlik xabariga ko'ra, Eronning bir droni Naxichevan avtonom respublikasi aeroporti terminali binosiga, ikkinchisi Shekerobod qishlog'idagi maktab binosi yaqiniga qulagan. Biz Eron Islom Respublikasi hududidan amalga oshirilgan aeroport binosining shikastlanishiga va 2 fuqaroning jarohatlanishiga olib kelgan ushbu dron hujumlarini qat'iy qoralaymiz, deyiladi xabarda. Vazirlik ushbu hodisa yuzasidan Erondan izoh talab qildi va Ozarbayjon tegishli javob choralarini ko'rish huquqini o'zida saqlab qolishini aytdi. Ozarbayjon prezidenti hujumni terroristik akt deb atab, Tehron buning uchun uzr so'rash kerakligini aytdi. Mudofaa vazirligi, davlat chegara xizmati hamda maxsus kuchlarning boshqa barcha bo'linmalari birinchi darajali safarbarlik holatiga keltirildi hamda har qanday amaliyotni o'tkazishga tayyor bo'lishi kerak deya qo'shimcha qildi Aliyev. Eron rasmiylari esa Ozarbayjonga qilingan dronlar hujumida Isroilni ayblab chiqdi. Mamlakat qurolli kuchlari bosh shtabi Eron hududidan Ozarbayjonga dronlar uchirilgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Eron Islom Respublikasi barcha davlatlarning, xususan qo'shni va musulmon mamlakatlarning suverenitetini hurmat qilgan holda Ozarbayjon Respublikasiga qarshi dron uchirilganini rad etadi, deyiladi bayonotda. Eron bosh shtabiga ko'ra, ushbu harakat aslida Isroil rejimi tomonidan Eronni ayblash hamda musulmon davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni buzish maqsadida amalga oshirilgan. Politika nashri ma'lumotiga ko'ra, AQSh Markaziy qo'mondonligi Pentagondan Eronga qarshi operatsiyalarni kamida 100 kun davomida qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha harbiy razvedka xodimlarini so'ragan. Bu Eronga qarshi urush munosabati bilan razvedka xodimlarini kengaytirish bo'yicha ma'lum bo'lgan dastlabki rasmiy so'rovdir. Ushbu so'rov Erondagi amaliyotning Tramp tomonidan e'lon qilingan 4 haftalik muddatdan ancha uzoq davom etishi mumkinligini ko'rsatadi. Nashrning qo'shimcha qilishicha, kadrlar va resurslarni zudlik bilan ko'paytirish qarori Tramp jamoasi Isroil bilan birgalikda boshlagan urushning keng ko'lamli oqibatlarini to'liq ko'ra olmagandan dalolat beradi. Eron tashqi ishlar vaziri mamlakat sulhga erishishni so'ramaganini va AQSh bilan muzokara olib bormayotganini ma'lum qildi. Biz o't ochishni to'xtatishni so'ramayapmiz va AQSh bilan muzokaralar olib borish sabablarini ko'rmayapmiz. Biz ular bilan 2 marta muzokaralar olib bordik va har safar ular muzokaralarning muhim pallasida bizga hujum qildi, dedi Abbos Haroqchi NBC News telekanaliga bergan intervyusida. Uning qo'shimcha qilishicha, Eron AQShning quruqlik orqali bostirib kirish rejasidan qo'rqmaydi. Aksincha, buning sodir bo'lishini kutayapti. Bunday harakat Qo'shma Shtatlar uchun falokatli tugaydi, dedi vazir. Volodimir Zelenskiy Rossiya, Ukraina va AQSh muzokaralari vaqtincha to'xtatilganini e'lon qildi. Ukraina prezidentining aytishicha, hozir Eron atrofidagi vaziyat tufayli 3 tomonlama uchrashuv uchun kerakli signallar kelib tushmagan. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuv xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat va umumiy siyosiy kontekst imkoniyat bergan zahoti tashkil etiladi. Ma'lumot uchun, yangi uchrashuv mart oyi boshida Abu Dabida o'tishi kutilgan edi. Bu uchrashuv Yaqin Sharqda urush boshlanishidan avval kelishib olingan edi. Dmitriy Peskov Moskvaning Yaqin Sharqdagi holat bo'yicha pozitsiyasini ochiqladi. Biz o'z manfaatlarimizga mos keladigan ishlarni qilishimiz lozim. Boshlanayotgan global inqirozning iqtisodiyotimizga ta'sirini kamaytirishimiz kerak. Qanchalik noto'g'ri tuyulmasin, bu vaziyatdan iloji boricha o'zimiz uchun foyda olishimiz talab etiladi, dedi Peskov. Uning ta'kidlashicha, Rossiya Yaqin Sharqdagi urushni to'xtata olmaydi. Bu bizning urushimiz emas, urushni boshlaganlargina uni to'xtatishi mumkin, deya qo'shimcha qildi Peskov. Yaqin Sharqdagi keskinlik ortib borayotgan bir vaqtda Eron Rossiyadan yordam ko'rsatish, jumladan qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha hech qanday yordam so'ragani yo'q, deya qo'shimcha qildi u. AQSh prezidenti Xomeneyning o'g'lini siyosiy jihatdan zaif shaxs deb hisoblaydi. Shuningdek, Tramp Eronning keyingi yetakchisini tayinlash jarayonida shaxsan ishtirok etishi kerakligini bildirgan. Bu haqda Axios nashri o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Donald Trampning so'zlariga ko'ra, bu Venesuela prezidenti Nikolas Maduro qo'lga olingandan so'ng uning o'rniga davlat rahbari sifatida Delsi Rodrigesning tayinlanishi holatiga o'xshash vaziyat bo'lishi mumkin. Bugungi xabarlar shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like qo'ying hamda izoh qoldirishni unutmang.